Assalomu alaykum, sizlar bilan vrach pediatr Behruz Bahodirov. Bugun sizlar bilan bolalarda ich qotishi haqida gaplashamiz. Mavzuni boshlashdan oldin ikki xil atama haqida gaplashamiz. Bir-biridan farqlab olishimiz kerak. Bu birinchi atama ichning kelmasligi, ikkinchisi ichning qotishi. Bu ikki xil atama hisoblanadi. Demak, birinchisi haqida gaplashamiz. Chaqaloqlarda va bolalarda ich kelmasligi deb demak, chaqaloqlarda 5 kungacha, katta bolalarda 2-3 kungacha. Agar qorinda og'riq, ya'ni ich kelmasligi bilan bog'liq bezovtalik bo'lmasa, axlatning yumshoqligi yumshoq bo'lsa, hidi va rangi doimiy bolaga xos o'sha o'zi chiqaradigan axlatning hidi va rangiga mos bo'lsa, demak bolada ich kelmaslik atamasi ishlatiladi. Ich kelmasligining e'tiborga molik tomoni bu bolada ich kelmasdan turib ham vazn olishi normada bo'ladigan bo'lsa, demak bu qo'rqinchli emas va davo talab qilmaydi. Agar bolada ich kelmasligi bilan qo'shilib vazn olishining kamayishi yoki vazn olmayotgan bo'lsa, demak bola to'ymayotganidan dalolat berishi mumkin. Bu holatda vrach pediatrga ko'rsatishingizni tavsiya qilamiz. Endi esa ich qotishi haqida gaplashamiz. Ich qotishi bolaning doimiy vaqtida emas, uzoq vaqtda ich kelishi va kelganda ham najasning qattiqligi, og'riq bilan kelishi va bolada qiynalish, og'riq hissining paydo bo'lishi bu ich qotishiga misol bo'ladi. Demak, endi ikki atamani misollar bilan ko'ramiz. Masalan, bolada 3 kun bo'lgan, lekin ichi qattiq emas. Bolada hech qanday bezovtalik uyg'otmadi. Demak, bu ich kelmaslik atamasi ishlatiladi. Agar bolada 1 kun yoki 3 kundan keyin axlat kelyapti, og'riq bilan qattiq axlat kelyapti va bola qiynalyapti, demak bu ich qotishiga misol bo'ladi. Ich qotishi qat'iy davo talab qiladi, ich kelmasligi esa bu oddiy holat bo'lishi ham mumkin. Buni esa vrach pediatr sizga farqlab beradi. Ich qotishining sabablari. Demak, ich qotishining ilk va eng ko'p tarqalgan sababi bolalarga meva, sabzavot va tolali mahsulotlarni kam berish bolaning ich qotishiga sabab bo'ladi. Bu eng keng tarqalgan sabab. Undan keyingi sabab esa suvning yetarli miqdorda ichmasligi. Bola suv ichmasa ham ichaklari bor suvni so'rib olgach, axlati qattiq bo'lib qotib qoladi. Keyingi sababi bo'ladigan bo'lsa, bolada xamirli ovqatlar, fast foodlarning ko'p iste'mol qilinishi ich qotishiga sabab bo'ladi. Yog'li ovqatlar, qovurilgan ovqatlarni ko'p iste'mol qilishi ich qotishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu eng keng tarqalgan sabablardan biri. Keyingi sabab bo'ladigan bo'lsa, bu bolaning o'zi ichini ushlab turishi. Bu turli xil holatlar bo'lishi mumkin. Masalan, bola chalg'ishi mumkin, uzoq vaqt o'yin bilan chalg'ib qolishi mumkin yoki ko'chaga chiqqanda begona hojatda axlat chiqarmasligi mumkin, ya'ni joyini begona qilishi mumkin. Yoki bundan oldingi safar ichi qotgan bo'lsa, keyingi safar bu og'riqli jarayon deb o'ylab axlatini ushlab turishi mumkin. Mana bu holat ham ich qotishiga sabab bo'ladi. Keyingi sabab bu bolalarda kam harakatlilik. Hozirgi bolalarda masalan televizorning ko'p vaqt ko'rib turishi, gadjetlardan ko'p foydalanishi, turib o'ynamasligi, yugurmasligi, yurmasligi bu ham bitta sabab bo'ladi. Buning natijasida bola yurmaslik, harakat qilmaslik natijasida ichaklar ham peristaltika deymiz, ya'ni harakati sekinlashadi. Shuni evazidan ham ich qotishi mumkin. Keyingi sabab bu ruhiy stresslar, ya'ni oilaviy muhitdagi stresslar, bolaga masalan noto'g'ri muomala qilish, urushish, so'kish yoki bolani birdaniga yangi muhitga tushirib qo'yish, bog'cha, maktabga borganda birdan yangi muhitga tushirib qo'yish, ya'ni ruhiy emotsional holat bilan bog'liq jamiki sabablar mana shu aytgan ich qotishga sabab bo'lishi mumkin. Keyingi sababimiz ayrim dori preparatlari ham ich qotishiga sabab bo'lishi mumkin. Buni esa o'sha dorining qo'llanmasi, ya'ni instruksiyasini o'qisangiz, shunda ma'lum bo'ladi. Uning nojo'ya ta'siri ich qotishiga sabab bo'ladi deb yozib qo'yilishi mumkin. Keyingi eng keng tarqalgan sabablardan yana biri esa bu bolada oshqozon ichak traktida, ya'ni oshqozon ichak tizimida buzilishlar ich qotishiga sabab bo'lishi mumkin. Ana endi jamiki sabablarni oladigan bo'lsak, bu uy sharoitida bilib olish o'ta qiyin. Shu sababli vrach pediatr bilan maslahat qilish kerak. Agar u o'zi tomonlikdan, ya'ni pediatrik tomondan hech narsa topilmayapti, xirurgik tomondan topiladi desa, bolalar xirurgi bilan maslahat qilib davolanadi.
Endi esa ich qotishini qanday qilib bartaraf etamiz degan savolga javob beramiz. Yuqorida sanab o'tilgan sabablar bartaraf qilinsa, ketma-ketlik bilan, ya'ni imkoniyat darajasida bartaraf qilib boraverish kerak. Ya'ni masalan, kam suv ichsa, suv berishga harakat qilish kerak, kam harakat qilsa, harakat qildirishga harakat qilish kerak. Kam tolali mahsulotlarni yeydigan bo'lsa, meva, sabzavotlar, tolali mahsulotlar, dukkakli mahsulotlardan berib, uy sharoitida nima qilish mumkin bo'lsa, uy sharoitida qilib ko'rish kerak. Agar uy sharoitida buni imkoniyati bo'lmasa, ich qotishi davom etadigan bo'lsa, demak, vrachlar bilan, ya'ni shifokorlar bilan maslahat qilib, buni tezda bartaraf qilinmasa, bu bolaning organizmida keyingi ikkilamchi asoratlarga olib keladigan narsalarni, kasalliklarni namoyon qilishi mumkin. Hurmatli ota-onalar, uyda ha deb bolaning ichiga glitserin, mana shunga o'xshagan dori preparatlarini jo'natavermasdan, har xil xalq ichida keng tarqalgan metodlarni, ya'ni usullarni bolada qo'llab ko'ravermasdan, mana shu sabablarni bartaraf qiling va shifokorga bolangizni konsultatsiyaga olib chiqing. E'tiboringiz uchun rahmat. Videolarimizni keng tarqalishda o'z hissangizni qo'shing. Sizga foydali va manfaatli videolar, ma'lumotlar berib borishda davom etaman.